eng kuchli brendlar bilan ishlaydi bular. 2026-yilga mana World Cup bo'ladi futbol bo'yicha. FIFA bilan kollaboratsiya qilishdi. Mana shu briklar bor-ku. Mana shularning dizayni 1958-yildan beri o'zgarmagan. Ferrari, Mercedes, to'g'rimi? Star Wars, Disneyda. Или ayting, name it. Mana bu yuboruvchi narsasini mashinaga berib yubordi. Kuryer olib ketdi narsasini. Kuryer olib ketganda keyin aytganki dadasiga aytadi, degan ertalab turibdi-da, men zo'r ish qildim, men sizga pul ehtiyot qildim, men sizni boyitaman degan desa, bu zo'r-ku, qanday qilib degan dadasi desa, bizneslar och qolib ketishidan o'lmaydi, qorni shishib ketganidan o'ladi. Only the best is good enough. Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz Lego va bugun biz Legoni agar ajdarhoni 3 ta kallali ajdarho deb tasavvur qilsak, o'sha 3 ta kallali ajdarhoning bitta kallasi Gulshanni taklif qilganmiz. Assalomu alaykum Gulshan. Rahmat, endi men buni kompliment deb o'ylayman. Bu degani kalla degani. Kalla degani, всё хорошо. Mana ajdarhoning kallasi bu meni o'zimning mini figuram. Tushunsa bo'ladi. Bo'ldi, bo'lmasam ketdik. Endi nima desa bo'ladi? Men Legoda marketing direktori lavozimida ishladim. Nordik mamlakatlariga u yerda biz Nordik qaysi mamlakatlar sizlarga savol? Nordik bu anaqa Shvetsiya, Daniya, Finlandiya, keyin Islandiya, keyin mana bu Pribaltika. Yo'q, Norvegiya. Norvegiya qolib ketdi. Norvegiya Pribaltika kirmaydi-da. Islandiyani to'g'ri aytdingiz. Faroe Uyani тоже bor. 5 ta mamlakat bo'lyaptimi shunda? Shunaqa 5 ta mamlakat. Da shularga men marketing direktori rolida faoliyat ko'rsatdim. Bizni har safar bir majlisni yoki uchrashuvni o'tkazishdan oldin bir qanaqadir traditsiyamiz bor edi-da. Bu biz Legoda hamma qiladi. Ekzekutivlardan hamma komandalarga hozir shuni taklif qilaman, birgalikda ozgina bir o'yin o'ynasak. Nima dedinglar? Biz rozimiz. Mana bo'lmasam sizlarga Legoni eng katta g'ishti. G'ishtku bu, to'g'rimi? To'g'ri. Mana bu kichkina g'ishti bo'lsa, bu kattasi. Ichida nima bor deb o'ylaysizlar buni? O'sha nimalari, g'ishlari, mayda g'ishlar. Olamiz. Demak, bugungi bizni endi asosiy gaplashadigan narsamiz bu nima? Bu oddiylik, to'g'rimi? Oddiylik, qanday qilib biznesda iloji boricha oddiy bo'lsa, shunchalik muvaffaqiyatli bo'lishi. Shuning uchun hozir qo'limizga ko'rmasdan bitta nima deydi men bu bir suqum. Rahmat, bir suqum Lego olamizda va qanaqadir oddiy misoli bo'lgan nimadir yaratamiz. Tamam. Davay, ketdik. Xo'sh, boshlaymiz. Siz tanlamaydi, bunday olingda siz qaramaslikka. Ana qo'lingizga tushganini olishingiz kerak. Chunki unda bo'lmaydi-da, davay, Qudrat. Ikki qo'lni ishlatsa ham bo'ladi. Bo'laveradi. Men o'zimchalik nima qilmoqchi edim? Ikki qo'l. Da, keyin albatta bu bizni nima deydi, haligi tez bo'lish uchun tezlikka ham bog'liq bu. Davay, ketdik. Nima yasashimiz kerak? Nima xohlasangiz, nima xohlasangiz, lekin oddiylik bo'lishi kerak. Ya'ni oddiylikni bir ifodasi bo'lishi kerak. Da, keyin siz tushuntirib bera olishingiz kerak bu nimaligi, nima yasadingiz. Mana qaranglar, hozir yasab o'tirgan paytimizda ozgina aytishimiz mumkin. Masalan, men bolaligimda Legoni bilmaganman men. Asla tanigan, bilamidinglar sizlar Lego kompaniyasini? Men Legoni Daniyaga kelgandan keyin taniganman. Chunki endi bizda ham bo'lmagan unaqa narsalar. Bizani yoshlikda ko'chada tayoq ko'tarib o'ynab yurardik. To'g'ri, bizda bo'lmagan-a? Chunki masalan boshqa davlatlarda bo'lganmikin deyman, masalan o'rislarda tam. Bo'lishi mumkin. Nimaga? Balki endi ular nimaga yaqinroq bo'lganiga, Yevropaga yaqinroq bo'lganiga balki trade da qilishgan bo'lsa kerak. Chunki mana shu hamma tanishlarim Daniyada yashaydiganlar Lego bu bolalik timsolida bular uchun. Bolalikdan o'ynagan narsalar, o'zini bolaligida qolgan Lego briklari bilan bular hozirgacha o'ynashadi. Meni tengdoshlarimda endi.
o'zi mana shu bitta boshlasangiz keyin davom ettiraverasiz. Qanaqadir haligi to'xtash qiyin. Gaplashib hozir Gaplashib, da. nima qilaveramiz. Gaplashib qilaveramiz, davom ettiraveramiz. Qani balkim epizodimiz oxiriga kelganda уже bu oddiylik murakkablik aylanishi mumkin. Siz boshlay qoling bo'lmasa. Men boshlayman, iya. Nima deb o'ylaysizlar? Bu anaqa sevgi, muhabbat bo'lsa. Yo'q, bu yomonlikka qarshi kurashish. Yo'q, bu murakkablikka qarshi kurashish. Yo'q, to'g'ri. Nima bu? Men o'zi anaqani qilgandim. Olimpiada. Вообще. Olimpiadami u? Bu kim bu yutgan anaqami? Yo'q, bu fakir. Yo'q, anaqa Bu fakelning, ha. anaqa Yunonlarda shunaqa anaqasi bor-ku. O'zi Olimpiada Yunonlardan kelib chiqqan. Anaqa otishadi degan. O'sha bir Yunonlarning ramzi. Endi qo'lingizda bor asboblardan foydalanasiz. Shu xayolimga keldi. Xo'p, siz aytasizmi? Yo'q, siz aytavering. Xo'p, bo'pti. Men sizlarga bu yoqda tez borni oson variantini ko'rsatib berdim. Qaranglar. Mana bu narsa, mana bu yuboruvchi narsasini mashinaga berib yubordi. Kuryer olib ketdi narsasini. Kuryer olib ketganda bu men edim. Umid yo'q edi uyda. O'shaning uchun kuryer narsasini men bittiga buyurtma qabul qilish nuqtasi, ya'ni biqinga tashlab ketibdi. De, menga telefon qilishdi, biqindan narsangizni olib oling deyishdi. Keyin men keldim-da, men bu biqinda ishlaydigan odam narsamni menga berdi, men narsamni olib chiqib ketdim. Shu tez bor, yengil qilib tushuntirilgan. Zo'r, oddiy. Hamma yoq bor ekan, hamma element bor ekan. Hamma element bor, marhamat. Meni demak ideyam bu uy, oynachalari bor. Mana stol, bitta bu mishka, mouse и kompyuter ishdan ishlayapti. Working from home, remote working da. Chunki bizda hozir bu juda ham nima-yu? Uydan ishlash. Uydan ishlash, hamma yoqqa ulgurish. Shu, mana oddiy anaqa. Всё. Kartina. Buni bu yoqqa qo'yib turamiz. Da, bu yoqqa qo'yib turamiz. Xo'p. Endi hamma уже tushungan bo'lsa kerak. Nima, bugungi mavzuyimiz Lego to'g'risida bo'ladi. Bu Lego o'zi qanaqa kompaniya bo'lgan, qachon paydo bo'lgan, nimaga buni aytishimiz mumkin. Oson informatsiya, bu hamma biladigan, 1923-yilda ochilgan. Oli Kirk Christiansen ochgan. Lekin ko'pchilik bilmasligi mumkin bo'lgan narsa bor. Bu 1999-yil bilan 2003-yil orasida bu kompaniya $300 million zararga kirib, bankrot bo'lish arafasida turgan. Umid aka, u yoqqa o'tishdan avval hamma biladi deb aytyapsiz-ku. Men masalan Legoni Daniya kompaniyasiligini ham bilmasdim avval. Sababi Shvetsiya shunaqa IKEAga ta'alluq, yo'q, men anaqa deb o'ylardim, shu IKEAga bog'liq qanaqadir Shvetsiya kompaniyasi bo'lsa kerak deb o'ylardim. Shunga ozgina tanishtirib o'ting. Hozir turgan joyimiz Legoni vatanidan uzoq emasligini. Hozir qanchalik uzoqlikda joylashgan va qayer? 1,5 soat narida. 1,5 soatda. 1,5 soat narida joylashgan. U odam Shahar nomi Billundda bo'lgan. Ya'ni u odam o'sha Oli Kirk Christiansen o'yinchoq, yog'ochdan o'yinchoq yasab birinchi chiqarganda, u kompaniyani otini Laigot, ya'ni u yaxshi o'yini datskiydan anaqa o'girganda yaxshi o'yina degan bir nom qo'ygan. Keyin u Laigot degan narsa oxirgi J bilan oxirgi D bilan T ni olib tashlaganda ikkita so'zdan Lego bo'lib qolib ketgan. To'g'rimi? Shunaqa bo'lgan. To'g'ri, xuddi shunaqa. Endi siz to'g'ri so'rayapsiz. Hozir bu yoqda Daniyada u o'sha paytda muzeylarga kirsangiz, bu yoqda o'sha paytdagi o'yinchoqlarni ko'rsatgan, rostdan ham yog'ochdan qilingan yoki misol uchun haligi qo'lda tikilgan qo'g'irchoqlar yoki yog'ochdan qilingan mashinachalar, shunga o'xshagan narsalar endi hamma yoqda ham bo'lgan. O'yinchoq industriyasi sekin-sekin shakllanishi boshlayotgan, umuman paydo bo'layotgan payti bo'lsa kerak deb o'ylayman.
o'sha 1900-yillarni boshlarida. O'shanga hozir masalan bu kompaniya demak уже 100 yildan oshdi. Da, 100 yildan oshdi. Duradgor bo'lganda u kishi. Duradgor. Hunarmand duradgor bo'lgan. Qo'ldan o'yinchoq, chunki materiallar plastik payda bo'lmagan endi как бы produksiyada. Qo'lida bor taxtadan o'yinchoqlar yasagan bolalar uchun. Вот. Endi u hozir savolingizga javob berdimmi yoki? Aha. Xo'p. Endi o'sha 1999 bilan 2003-yilga kelib birinchi 70 yil davomida o'sib borgan kompaniya birdaniga bankrot holatiga kelib qolish holatini ko'rildi-da. Undan keyin lekin yangi CEO keldi, Jörgen Knustrup, ya. O'sha odam deyarli ba'zi bir ishlarni qildiki, o'sha hozirgi kompaniya yana plusga chiqib, yana hozir oxirgi yilda 2 milliard dollar foyda bilan yana oyoqqa turishni boshlayapti. O'shani endi ichkarisiga kiraylik. Endi tushunib ko'raylik, nima bo'lgan, nimaga unaqa bo'lgan, nima ma'noda qanaqa o'zgarishlar kiritildiki, shu narsa odamlarni, ya'ni bu kompaniyani yana oyoqqa turishiga sababchi bo'ldi. Endi mana Qudrat qarang. Mana bu 100 yillik kompaniya, startaplar 100 yil emas-ku, ular уже established. Nima uchun biz именно Legoni tanladik? Iconic kompaniya to'g'ri, lekin masalan nima uchun siz aytgan yillarda nimadir bo'lgani uchunmi, nima uchun bu ularga relevant deb o'ylaymiz? Endi Legoni men ozgina tarixini o'rganganman. Menimcha o'sha 100 yillik tarixida juda ham ko'p anaqa inglizchasiga ups and downs deydi, ya'ni tepaga ko'tarilish, tushish. Ya'ni startaplar uchun bu menimcha non va suv bo'lsa kerak. Ya'ni hech qachon oldinga ketish bo'lmaydi, doim tepaga chiqib. Ya'ni Legon tarixini ko'rdim. 2 yoki 3 marta zavod yonib ketgan ekan. Ya'ni taxtadan o'yinchoqlar yasagani uchun o'sha tashlab ketib yorsa bo'lardi, bo'ldi. Ya'ni juda katta pul sarflab qaytadan zavod qurgan, yana yonib ketgan, keyin o'shandan keyin siz aytdingiz-ku, plastik biznesi ham bo'lgan ekan, yog'och biznesi ham bo'lgan, keyin o'sha oxirgi yonishdan keyin o'sha yog'och biznesini tashlab yuborgan. Kerak yo'q, bunga fokus qilmaymiz deb. Ya'ni startaplar uchun doim tepaga ko'tarilish va tushish va shu momentlarni gaplashamiz demayman. Menimcha bu yoqda bizga startaplar uchun qiziq bo'lishi mumkin bo'lgan narsa bu yo'q bo'lib ketayotgan holatida nima qilganki o'sha joydan yana qaytib o'sganligini ko'ra olamiz. To'g'ri. O'shaning uchun ham bu juda ham qiziq case deb o'ylayman, chunki masalan boshqa bundan oldingi epizodlarda ham gaplashganmiz. Nima o'sayotganda odam ko'ziga boshqa narsa ko'rinmaydi-da. Men to'g'ri ish qilyapman. Men shunaqa 70 yil faqat o'sganman. Mayli bir xil joylarda yo'qotgandurman, lekin men o'sib shunaqa hozir globalniy kompaniya bo'lib ketdim. 140 ta davlatda, dunyo bo'yicha 140 ta davlatda klientim bor. Men расслабиться qilishim mumkin deb o'ylashi mumkin-da. Lekin o'shanaqa bo'lganda bunaqa minus tarafga ham olib kelishi mumkin. Ya'ni bozor unaqa nima deydi, uyiz emas-da. Bozor juda ham jistoki joy. To'g'ri. O'shaning uchun u yoqda qarab o'tirmaydi. O'tgan nimangizga, performansingizga, ya'ni o'tgan yutuqlaringizga hech kim qaramas ekan. O'shaning uchun doim odam o'zini nima desa bo'ladi, haligi kritika qilib doim o'zidagi bo'layotgan to'g'ri qilyapman o'zi bu narsani. Boshqalar bunaqa qilsa-chi, men nima qilishim kerak? O'shani hamma narsani o'ylab yurish kerakligini misoli deb o'ylayman. Hozir ichkarisiga kirsak, menimcha ko'ramiz, balki men adashayotgan bo'lishim mumkin. Ko'ramiz. Xo'p, вот savolda, Gulshan, siz u yoqda ishlagansiz, ko'rgansiz. Nima bo'lgan? Mana siz 1999 bilan 2003-yil orasida nima deb o'ylaysiz? Nima bo'lganki, bular 300 millionga kirib ketgan? Minusga.
Bilasizmi, o'zi prinsipi mana Yorgen V. Knudstropni butun dunyo o'rganadi. Любой Harvard Review bizneslarda albatta u haqida biznes case bor, o'rganish kerak, chunki uni liderствоsi haqida primerniy insonlardan bittasi hisoblanadi. Uni o'ylab qarasak, o'zi oddiy qilgan ishlari. Lego endi yillar davomida o'zlari ishlashib, oila boshqargani bo'ladi. Oilaviy kompaniya bo'lgan, ota, bola bo'lishib ishlaganda chalg'igan bo'ladi ko'p narsaga. Legoni maqsadi nima o'zi? Legoni maqsadi o'yinchoq kompaniya bu. O'yinchoq nima degani? O'yinchoq bu bolalarni o'sib kelayotgan, tug'ilgandan o'ynashni boshlashgan paytigacha, endi yosh, kattalar ham o'ynasa bo'ladi prinsipi. Ularni mana bu kichkinagina elementlari bor, mana kallasi bor, to'g'rimi? Bu ajraladi mana ikkiga. Bu motorik nimamiz bor, bizning qobiliyatlarimiz bor. Buni hattoki mana qoshiqni ushlash, chashkani ko'tarish, mana farzandlari bor insonlar buni ko'ramiz, o'zimiz ham shunaqa o'sganmiz. Imенно motorikani rivojlantirish uchun bular shu Legoni bolalarga kreativity orqali miyasini razvitsiyasiga kerakli bo'lgan o'yinchoq bu. Bu miyani razvivat qiladi, ya'ni rivojlantiradi. Motorika va kreativity. Nima deydi kreativity? O'zbekchasi esimda yo'q. Endi ko'pchilik tushunsa kerak bu narsani. Bu narsaga bular ozgina chalg'ishganda, mana shu maqsadidan juda ko'p narsalarga ular ketgan, har xil. Ko'p masalan qarang. Lego brickni qilishni o'rniga Lego parklar ochgan ular juda ko'p. Lego parklar. Endi u paytda mana Disney parklari bor-ku. Endi to'g'ri u ham masalan odamlar keladi, lekin bu boshqa konseptku. Unga boshqacha. Keyin celebritylar bilan ishlashni boshlagan bular. Qanaqadir har xil kino, gamingga berilgan. Chunki u paytda bolalar masalan gamingga berilgan-u. Qatta bo'lsa, shu yoqqa ulgurib qolishga harakat qilgan ular. Masalan, parkka boryaptimi, demak biz ham park quramiz. Hozir bolalar kompyuterda o'ynayaptimi, kompyuter gamelar quramiz biz. Ular nisha emas-u. Bularni o'zlarining maqsadi imенно mana shuni rivojlantirish. Chalg'ib ularni produksiyasini taklifi 27 mingtaga chiqib ketgan. 27 mingta produkt o'ylang. Endi plus minus aytganda-da, Yorgen kelganda birinchi CEO bo'lgan oiladan bo'lmagan, Yorgen V. Knudstrop. Oila tushunib yetgan, bular Kirk oilasi, demak biz bo'lmayapti. Biz bankrotga olib kelyapmiz kompaniyani. Demak biz qanaqadir boshqa odamni olib kirishimiz kerak deb tashqaridan uni olib kirgan. Olib kirganda Yorgenni katta qilgan ishi bu simplification, osonlashtirish. Demak, u aytgan, to'xtanglar, biz o'zi nima uchun bormiz biz? Biz maqsadimiz nima? Biz qanaqa masalani yechyapmiz? Biz masalamiz shu. Bunga biz qancha vaqt ajratyapmiz? Deb u polностью shuni o'tirib, uni ishi tozalash bo'lgan. Birinchi 2-3 yil davomida. Chunki juda katta minusda ular hattoki nima qilgan? Demak, mana bu Lego parklarini sotgan. To'g'ri. Produksiyani necha mingtadan 8 ming, 7 mingga tushirgan. Bu juda katta kat. Ko'pchilik ishni yo'qotgan. Endi asnovnom kompaniyani o'zini ildiziga qaytishiga boshlagan. Endi buni ko'p joylarda ko'ramiz, to'g'rimi? Mana shu chalg'ishlardi. Shu bo'lgan. Odam to'g'ri rostdan ham nima bo'lib ketadi-da, haligi shoshilib bir narsadan qo'rqib qolayotgandek harakat qilaveradi-da, shunaqa holatda. Startapchilarga ham bu juda ham qiziq menimcha, chunki ular haligi biz o'zimiz ham ko'rganmiz. Bo'ladi-da, mana bitta mana bunaqa trend ketyapti. Davay o'shani qilib ko'raylik, davay buni qilib ko'ramiz, davay eksperiment qilib ko'raylik, mana shunaqa. Lekin masalan, agar eksperiment uchun qanaqadir framework bo'lmasa, unda odam puli ham ketib qoladi, vaqti ham ketib qoladi, energiyasi ham ketib qoladi. Endi hop bu masalan parklarni sotishdi, nimalarni yo'q qilishdi, lekin bu operational costlarni kamaytirish. Tak. Lekin boshqa narsa-chi, boshqa ishlar qilinmadimi? Endi yo'q qildi, bular innovatsiyaga katta e'tibor berishdi. Innovatsiyada qanaqa masalan nima deydi haligi? Nimani nazarda tutamiz? Mana qarangizda, masalan sizga hozir endi misol beraman men.
bitta zo'r innovatsion produkti bor bo'ladi. Legoda Lego Botanical degan kategoriyasini bilasizlarmi? Gullar qiladigan gullar kategoriyasi qiladigan. hozir shunaqa. Bilmas ekanman. Bilmas ekanmisiz? Tushuntirib yuboring. Все, kinoyimizga olib keting. Bilonda ishganingizda Legoda aeroportda magazini bor, Lego Botanicals. Buket olsangiz bo'ladi. Ha, rostdan. Da, buket shunaqa chiroyli gullar qilishadi, shunaqangi go'zalda. Ularda qarang, shu imенно produkti innovatsiyadan kelib chiqqan produktlardan bittasi. Qanday? Mana bu bo'ladi-yu, anaqa neurodivergence odamlar, которые autizm, ADHD или masalan miyasiga qon quyilgan или concussion shunaqa odamlar, которые полностью masalan o'zini ishiga qaytib kela olmaydi, или masalan ularga qanaqadir environment kerak, чтобы tinch ishlashi uchun. Lego kompaniyasida shunaqa odamlarga juda katta e'tibor berib, ular ishga olinadi. Ular produksiyaga ishga olinganda sortirovka degan joyi borki, ularga masalan bitta qiladigan funksiya mana. Bitta shuni ajratish funksiyasi. U qiyin emas-ku, o'zlarining joylari bo'ladi, ishlashadi. Shularda ashi gruppada odamlar o'zlari kreativitiga berilib gullarni yaratgan. Mana shu botanical segmenti hozir endi to'g'ri bular established bo'lib juda kuchli bo'lishdi. Botanical segmenti ashlarni o'tirib yasagan gullarini produksiyaga qo'ydi bular. Chunki ko'rdi shunaqa imkoniyat, qarang, kreativnessga imkon borligini, katta berganligini. Aslan o'qiganmisizlar, o'zinglar bilganmisizlar, ya'ni qanaqa masalan misollar bor sizlarda kreativitiga? Men o'ylagan edim, endi men borganman, kstati, nimasiga, muzeyiga. Muzey emas, haligi nima bor. Lego House. Lego House'ga borganda, o'sha yerda целый botanicals uchun отдельный bitta nimasi bor-da, haligi. Bu yoqda mashinalar uchun bitta otsek, robotizatsiya bo'yicha bitta otsek, keyin o'sha botanicals uchun bitta otsek, keyin har xil jurnallarni anaqa kichkina nimalar, то есть jurnalni obложкasiga tushiradigan mana bunaqa figurkalarni otseki. Mini figura, ha. O'sha botanicalsda o'tirib, o'sha o'rtoqlarim bilan borganimizda o'tirib katta odamlar o'tirib olib, o'sha yerda gul yasab o'tirganimizni men o'zim sezganman. Men o'tirib gul yasab o'tiribman hozir ham. Nima deydi, haligi nimaga yo'qda, haligi predel yo'q. Nima xohlasangiz yasaysiz-da u yoqda. Chegarasiz. Shunaqa ko'p har xil elementlar bor, u faqat siz fantaziyangizga bog'liqda bu narsani qilish. Lekin rosa odam nima bo'lar ekanda, nima desa bo'ladi, haligi расслабиться, miyasi charchash ketar ekan. Lekin o'sha yerda yana bitta ko'rgan narsam nima bo'ldi, communitylarni rivojlantirish. Ya'ni community orqali engage qilib klientlarni, klient emas, endi o'sha Legoni mushtariylar deydimi, o'sha sotib olgan odamlar, qiziqqanlarni ularni jalb qilib, ularga shunaqa joy yasash, yasashki endi qanaqa shunaqa sharoit berilganki, ular o'zligisi yasagan narsani ovozga qo'yadi. To'g'ri. Keyin odamlar o'sha narsani ko'rib ovoz berishadi. Kim produktni eng ko'p ovoz olsa, o'sha produkt chiqariladi. Ya'ni Lego o'zi Lego Ideas bunaqasi. Lego o'zi pul tikadi, ya'ni o'zini produksiyasiga chiqaradi, sotadi uni bozorga olib chiqib, har bir sotilganidan 1%ni o'sha o'ylab topgan odamga beradi. Wow. Bu moshniy anaqa nima deydi, haligi developmentni, ya'ni yangicha ishlab chiqarishi, yangicha ideyalarni ommaga tarqatib yuborishdi. Moshniy variant. Ya'ni bir tinki, haligi boshidan bir tiyin yetkazmaysiz. Lekin nima deydi, haligi sotilgandan 1%ni berib turibsiz u odamga. Zato o'zingiz o'ylab topmagan produktni sotib olasiz-da. To'g'ri. Ya'ni bu platformani haligi tankigang nima deydi? Protsess мышления. Da. O'zbekchasi. Fikrlash yo'li, usuli. Fikrlash usuli. Bu juda ham qizg'anchiq emaslikda bu. Bilasizmi? То, что qo'rqmaslik. Keyin bu juda genialniy-ku. Da. Keyin partnyorstvolarni juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan deb o'ylayman. Ya'ni misol uchun o'sha Disney bilan partnyorstvo, Star Wars nimalarini qilish. Ular bir-biriga royalty to'lashadi. Shunaqa bo'lsa kerak-ku. Da, shunaqa. Lekin masalan bir-biriga to'lagani bilan bular bundan kambag'alroq bo'lib qolayotgani yo'q-da, menimcha. Yo'q. To'g'ri.
Вот. O'shanga mani tushunishim bo'yicha bu yoqda ikkita yo'l qilingan. Birinchisi murakkab narsani oddiylashtirishgan. Ikkinchisi bu nima deydi, haligi o'zini nimalarini, klientlarini chempion qilib qo'yishgan. Ya'ni o'sha chempionlikka yo'l ochib bergan. Ikki nagражденияsi ham bor moliyaviy tomondan. Da, вознаграждение, kommersiya anaqasi bor, haligi interesi bor. O'shani evaziga ular o'zini o'sha klientlarini ushlab turishadi, bir yaqin qilib. Keyin chunki Lego jinnilari ko'pda. To'g'ri. Masalan, bir xillar bor. Sizlar ham jinnimisizlar Legoda? Endi bizani yoshlikda bo'lmagan-ku, masalan. Yo'q, katta bo'lib turadi. Lekin katta bo'lib bolalarim jinni. Ya'ni bolalarda juda ham ko'p set olingan. Ha. Uyda ko'p, hamma yo'q Lego. Legoning zo'r tomoni setlarini yasatib, mana bu anaqa nomini nima deydi, o'sha mana bu uyingizga xuddi decoration sifatida ham ishlatishga qo'yib qo'yamiz ba'zida. Bolalar yasaydi. Chunki katta setlari bor-ku, o'shani qo'yib qo'yasiz. Keyin ozginadan keyin juda yana xohlasa buzadi, yana yasashi mumkin. Bilasizmi, men hayron qolganman, chunki biz mana 2 yil oldin Shvetsiyada va Stokgolmda va Kopengagenda katta event o'tkazdik-da. Bu event ismi Lego World, ya'ni Lego dunyosi. Именно siz aytmoqchi bo'lgan Legoning fanatlari, bular AFOL deyiladi, Adult Fan Base'da. Bular o'zlarini communitysi bor. Ular o'zlarini ular bo'lishi mumkin. Masalan, siz software engineer, siz data bilan ishlaysiz. Masalan, men vrach bo'lishim mumkin. Ular o'zlarini sohalari borda, undan tashqari cho'ntagidagi oshiqcha pulini masalan hobbi sifatida Legoga sarflashadi. Bilasizmi, odamlar men gaplashganimda biz taklif qilganimizda ularda mana polni zonalarni ularga berardik, ular o'zlari yasashardi zonalarda. Masalan, aytaylik eski shahar, ili Parij, ili tam Star Wars'da nimasi bor-ku, anaqa Dune dunyosi. Shunardi o'zlarini cho'ntagidan 100,000 krona, 200,000 krona, 300,000 krona, 500,000 kronagacha sarflashadi. Biz nima qilamiz ularga? Biz ularni prosta yo'l kirasini to'laymiz. U yerdan olib kelishini, logistikasini qilib beramiz. Nachovkalariga qilamiz. Все. Bo'ldi, ularga ash kerak. 100,000 kron deganda taxminan $20,000. $20,000. Endi bu minimumi. O'zlarining cho'ntagidan. O'ylang, ikkiga men gaplashganimda men aytganman, sen hozir masalan ular prosta o'zini ko'rsatish uchun ularga shu muhimda, u haligi shu darajada fanatki, shunaqangi bir haligi hayron qolasiz qurgan narsalarini bu вообще tasavvur qila olmaysizlar. Ishga borishadi, kelishadi, ashim bilan shug'ullanishar ekanda. Shunaqa odamlar ham bor. Bular AFOL community, juda katta dunyo bo'ylab. Robloxlarda, Minecraftlarda digital dunyoni qurilsa, Legoda haqiqiy fizik. To'ppa-to'g'ri. Kstati, mana shu narsani ham nima qiluvdim, haligi tayinlayotganda ko'rgan edim. Lego nimani sotmaydi, haligi o'yinchoq sotmaydi, ular dunyoni sotadi. To'g'ri. Ya'ni o'sha odam ichiga kirib ketib, hayoli bilan o'shaning ichida yurgandagi hayolini sotadi-da. Shunaqa bo'lyaptimi? Da, shunaqa чувство sotadi ular, чувство. Feeling, the whole world. To'g'ri, sizda mana shu narsani qilayotgan. Rostdan ham keyin haligi mana qarang. Siz qurdingiz, aytaylik, Star Wars'dan qaysidir epizodni qurdingiz-da. Shu yerda bolalar, minglab odamlar kelyapti. Ularning yuzidagi xursandchiligi, haligi nima bo'ladi-yu, wow, чувствоsi. Ash narsani ko'rib siz maroqlanasiz-da. Chunki siz qancha odamlarga xursandchilik olib kelyapsiz, bo'lishyapsiz. O'zi Legoda faqat shunaqa tomonlari bor xolos. Bunda o'ylab qarasangda, endi конечно bu plastika, uni boshqa narsaga nima qilishimiz mumkin, lekin rostdan ham juda ham ko'p xursandchilik olib keladi bu. Birga community, birga ishlash, shunaqa narsalari bor. Hozir masalan, hozir ham sezdik, mana birga o'tirib bir narsa qilganda hali ham qo'l ketib qolyapti-da, men bilan esa. Ko'rpan qudrat uzoqqa berib qo'yman deyapti. Da, billarni qaytarib bering-da. Yonda tursin. Men bitta bizda haligi bir marta anaqasi bilan gaplashganmiz, innovation laboratoriyasini boshlig'i bilan. Lego. O'sha odam aytib bergan edi, Xitoyga qanaqa qilib kirib borishganini. O'sha ya'ni
bir necha yil harakat qilgan ekanda Lego nimaga borishga, Xitoyda produktini sotishga. Keyin qarasa sotilmayapti. Keyin ikkita odamni ikkita har xil urbanizirованный shaharga olib borib qo'yib, Daniyadan olib borib, o'sha yerga ularga pulni to'lab, 1 yil 9 oy 12 oy yashashgan. Har bittasi ikkita har xil oilada yashashgan. Bolasi bor oilada u ikkita antropolog yashagan ularning uyida. O'sha yerda yashagandan keyin ular o'rgangan. Bularni nima deydi? Yashash tarzini, nimaga как бы nimalarga ahamiyat berishlik kerakligini o'rganishgandan keyin shu narsani tushunishganki, uylari kichkina-yu, xitoyliklarning uylari kichkina. Mana bu Lego anaqalar bolalar o'ynagandan keyin endi disiplina bo'lmaydi ularga, yig'ishtirib qo'ymaydi. Har qayerda yotganligi uchun ota-onasi yig'ishtirib qo'yaverar ekanda, bermas ekan bu o'yinni. Chunki menga nepraktichni bu narsani nima qilish deb. O'shandan keyin ular o'ylab topishgan ekan, o'sha antropologlarning zaключениясidan keyin bular targetni o'zgartirgan ekan. Ya'ni hamma uchun emas bu o'yinchoq. Bu asosan premialniy servis, ya'ni bu degani premialniy produkt. Nimalar uchun? Uyi kattaroqlar uchun. Ya'ni uyi kattaroq bo'lsa, tam nima deydi, xizmatkori bo'lgan xitoyliklar ham bor-ku endi masalan. Bor, ha. Ya'ni o'shanaqalar uchun bo'lgan qilib, uni spesialniy locationlarini o'zgartirgan, qayerda sotishi, kimlar bilan partnyorство qilishlari o'zgargan. Qanaqa qilib qaysi narxda sotishlari, qanaqa qilib reklama qilishlari, hammasiga ta'siri bor ekanda uni. Da, to'g'ri. O'sha juda ham qiziq tuyulganki menga, что menimcha o'sha deb ham bularni masalan topayotgan puli 78 milliard bo'lsa, foydasi faqat 2 milliard deb o'yladim-da. 10 milliard dollarda. Yo'q, bu dollarda, to'g'ri. 10 milliard. Yo'q, 78 milliard emasmi dollarda? Yo'q, hozir qaraymiz. Mayli, qarab oling. Mayli, 2 milliard dollar foyda ancha katta puldan-da. Bu degani bular rosa ko'p research and development, ya'ni 13 milliard. 13 milliard dollar anaqami? Bu sof foydasi 13 milliard. Yo'q, kronada. Qarang, datski kroda 74 milliard krona. 10 milliard USD. To'g'ri. Demak, 10 milliard dollar nimada kelgan pul, o'shandan 2 milliardi sof foyda. Demak, o'rtada 8 milliard odamlarga pul to'lashga ketkizgan va hokazo, lekin rosa ko'p investitsiya ham bo'lyapti-da, demak. Juda katta. Ya'ni masalan bunaqa research o'tkazish, bu ham pul turadi-yu masalan. To'g'ri. Keyin ular aytib bergani anaqa o'sha innovatsion laboratoriyani aytib bergani. Ular aytgan, biza 3 oy ichida yangi bitta produktni polностью o'rganib, polностью uni anaqasini go to market strategiyasini qilib, tekshirib, уже tayyor anaqaga beramiz deyapti. 3 oy ichida bo'ladi, bo'lmaydi qilib beramiz deyapti. Ya'ni производственный sikl ham o'zgargan. Menimcha oldin masalan yillar bo'lgan narsa hozir 3 oyga tushib qolganda masalan. Bu yerda qancha odam ishlaydi bilmayman-u, lekin masalan bularning rezultati juda ham anaqa impressive. Ya'ni mo'shni rezultat. Bir narsa demoqchisiz? Hozir mana aytyapsiz-ku, Xitoyga kirmagani boshqa. Yo'q, kirgan уже. Faqat kirguncha ancha harakat qilgan. Yo'q, men hozir masalan bitta narsa bor, Legoni o'yinchoqlari shunga o'xshagan g'ishtlarga nisbatan ancha qimmat turadi. Juda ham qimmat desa, 2 barobar desa mubolag'a bo'lmasa kerak yoki 3-4 barobar ba'zi narsalar. Ya'ni hamma g'ishtlarni bitta joyga yig'sangiz, kichkina narsa bo'lishi mumkin, lekin o'sha narsani ba'zida 200 dollar, 300 dollarga setlari bor-u, o'shanaqaga sotishadi. Balki o'sha Xitoyga kirishiga qiynalayotgan narsasi ham narxini qimmatligi bo'lishi mumkin. Bu bir. Endi men so'ramoqchi bo'lgan savolim, narxi bunchalik qimmat bo'lishining sababi bular производство o'sha Daniyaning o'zidaligimi? Agar ha bo'lsa, shuni Xitoyda qilsa bo'lmasmidi? Ya'ni Xitoyda qilsa ancha narxi arzonroq chiqarmidi setlar yoki u kompaniyani madaniyati deydi-yu, unga to'g'ri kelmaydimi, nima uchun? Bilasizmi,
juda yaxshi savol. Chunki bularni brand valuesi, ya'ni brendini qimmati dunyoda birinchi o'rinda turadi. Hattoki Ferraridan ham oshgan hozir Legoni. Bularga qiziq emas arzonlashtirish. Bularning marjarasi juda baland foydalarida. Bular ushlab tura olmaydi o'zlarini. Bularda brend assotsiatsiya degan narsa bor. Men assotsiatsiya qilish o'zini kim bilan assotsiatsiya qilishdi. Bularda eng kuchli brendlar bilan ishlaydi bular. Masalan, Ferrari, Mercedes, to'g'rimi? Star Wars, Disneyda. Любой name it. Hozir mana yaqin объявление berishdi. 2026-yilga mana World Cup bo'ladi futbol bo'yicha. FIFA bilan kollaboratsiya qilishdi. 2025-yilda strategiyasini biz Formula 1 orqali o'tkazdik. Formula 1 bilasizki bu. Bu hamma narsalar bular qimmat-ku bular. To'g'ri, masalan, men bu ishlab chiqaradigan plastik materiallar arzon bo'lishi mumkin, lekin bu hech qancha emasda buni tan narxi bular uchun qanchadir foiz. Qolgan narsalari ko'p bo'ladi. Ishchilarga beradigan oyliklari, bular juda yaxshi to'lashadi oyliklarni. Keyin masalan Vyetnamda zavodi bor ulardi, Meksikoda qurishdi, Amerika, chunki bular logistikani Daniyada bor zavodi. Logistikani iloji boricha o'zidan kelib chiqib, o'zlariga dostavka qilish, masalan, polniy Amerikaga, North Amerikaga, Meksika orqali yetkazib berish. Vyetnam bo'lsa, Aziyaga yetkazib berish, Far Eastga, da. Shu narsalarda bular uchun juda ham brendini уровенini ushlab qolish mumkin. Shuning uchun bular narxga даже e'tibor ham bermaydi. Hozir bitta narsa yangilik kiritildi bularda, Legoda yangi segment, ya'ni arzon narxli segmentlar. Chunki ular tushunadi. Men savolni berganman, aytganman, to'xtanglar, mana sizlar hozir aytyapsizlar. Lego hamma uchun, bolalar uchun rivojlanish kerak. Yevropada ham bor-ku. Kambag'al, kam oilalar, которые ko'p puli yo'qlarda. Masalan, to'g'ri Nordik mamlakatlarida bo'lishi mumkin, lekin aytaylik Ruminiyaga boring. Baltik mamlakatlarga boring. Ularda даже Fransiyada ham-da. Qimmat-ku bu. Shuning uchun ular hozir to'g'ri, ular o'ylashdi bu narsani, demak biz arzonroq, ya'ni dostupniy produktlar ishlab chiqarishimiz kerak deb hozir shu kategoriyalar ham bor. Bemalol qancha pulingiz bo'lsa, shunchaga siz qaysidir setni sotib olsangiz bo'ladi. Nima qilib? Shu segmentda ular introduction qilishdi, lekin ular hech qachon brend qiymatiga nima qilmaydi ular. Ta'sir qiladigan ish qilmaydi. Ta'sir qiladigan ish qilmaydi. Ularga birinchi o'rinda turadi bu narsa. Lekin mana shu briklar bor-ku, mana shularning dizayni 58-yil, 1958-yildan beri o'zgarmagan. Da. Tasavvur qiling. Da. Bilasiz. Chunki ham bular nima deydi haligi narxini ushlab tura oladi-da. Da. Chunki sifati bor-da. Uncha-muncha odam kelib xuddi shunaqa narsani qila olmaydi. Ya'ni o'sha Xitoy o'zini Legoga o'xshagan o'yinchoq chiqaradigan kompaniyalar bordir. Ya uverin bordir. Lekin ular bunaqa bundoq shiq qilib tushadigan, prям вот nima deydi? Google'ga o'tiradigan tekizda. bunaqa narsalar chiqara olmaydi. Chunki u не только precisionda gap, bu plastik materialiga ham bog'liq. Da. Splaviga bog'liq. Keyin mana bu ichidagi haligi har xil ular qanaqadir endi men nima demoqchiman? Bu hammasi intellectual property, ya'ni o'sha o'ylab topgan ideyani qanchalik bularniki ekanligiga bog'liq. Yo'q, masalan biz O'zbekistonga ham Lego olib boramiz, endi sovg'aga, boshqaga olib borasiz, o'shanda sifat juda katta farq qiladi. Masalan, Xitoyning o'yinchoqlari bilmadim 2 oy yoki 3 oyga yetadi, yo'q bo'lib ketadi. Lego o'yinchoqlari 30 yildan ishlayveradi. Nima deydi? Suvda cho'kmas, olovda yonmas deydi. Вообще. Umuman buzib bo'lmaydi, shu darajada mustahkam qilib qilishadi. Anaqa men o'zi Formula 1 ni muxlisiman. O'sha qaysi joydaligi hozir esimda yo'q, lekin o'sha Formula 1 ni mashinalarini Legodan yasashdi, agar bilsangiz. Har bitta mashinasiga 100 mingmi yoki juda katta pul sarflab yuborishganda. Ya'ni rostdan yuradigan mashinani Legodan yasab chiqishdi-da. Qoyil qolishga. Los Angelesda bo'ldi bu. Premyerasi ularga yopildi-ku sezon. Shunda oxirgida mana yaqinda bo'ldi Los Angelesda polniy Max Verstappen hammasi chiqishdi Lego mashinada da. To'g'ri. Da buni biz ham bunisida ishladik, chunki bizda shunaqangi endi Nordik mamlakatlar bu kichkancha emas, kichkinada ular tovar oboroti o'ylab ko'ring. Western Europe'ga olganda bizda Nordik mamlakatimiz, BU'miz, business unitimiz 8% xolos.
kontributsiyasi. Endi u narsa kichkinada Amerika juda katta hisoblanadi, Germaniya juda katta hisoblanadi. Nima bo'yicha? Конечно, bu mashinalarni ular katta nima berishdi, to'lashdi narxlarini, shu birgalikda keyin hammasi yaratishdi. Da. Keyin anaqa youtuberlarni aytdingiz-ku boya. Ha. Men bir ikkitasini ko'rdim, rostdan aytib beryapti. Hozirgacha necha pul sarflagansan desa, 100 ming, 200 ming deyapti. Endi uni mana bu subscriber deyiladi. Subscriberlar juda ham ko'p. Ko'p boshqa brendlarni qarasangiz, shunaqa promotion qilsa, hammasini o'zi qoplab beradi-da. Ya'ni Lego menimcha shu narsani sezdim. Endi siz qanaqa o'ylaysiz? O'ziga shu darajada ishonadiki, olib bermaydi u boshqalarga. Mana bu bizni chunki uni kanali faqat shu Legodan iborat-da. Sen faqat Legoni rivojlantiryapsiz, bo'pti senga sotib olib beramiz deb shuni sotib olib bermas ekan. Ya'ni shu darajada Yo'q. Bizda chunki juda ko'p, masalan, qarang, agar siz youtuber bo'lsangiz, siz oldingi faoliyatingizda vodkani promot qilgansiz. Или masalan energy drink. Bu bizga assotsiatsiya, bolalarga assotsiatsiya foydasi tegmaydigan narsalarni reklama qilgansizmi, biz siz bilan kollaboratsiya qilmaymiz. Hozir siz dunyodagi birinchi o'rinda bo'lsangiz ham. Или masalan siz mayda-chuyda ishlar qilgansiz, u yerda bu yerda reklamalarda biz sizga iltimos qilamiz, agar ishlamoqchi bo'lgan bo'lsak, iltimos shu videolaringni olib tasha. Topilmasin polностью. Keyin olib tashlaysiz, istoriyasi qolmaydi, keyin biz siz bilan yangitdan ishlaymiz. Endi unda ham biz qaraymiz protsentiga, chunki odam bizda nihoyatda muhim ota-onalarning roziligi. Ota-onalar baribir farzandlariga har bir narsani ko'rsata olmaydi-yu. Keyin haligi aytayotgan gapini ular qiladi-da. Ularda prosta quruq gap emas bu. Walk the talk degan narsa bor. Bitta narsani aytdim, ular qiladi. U yolg'on havo sotmaydi bular. savolim bor edi. Marketingga qiziqadiganlar bo'lishi mumkin. Startup qilyapganda marketing juda ham muhimda turadi. Menimcha sales bilan marketing menimcha usiz startup qilib bo'lmasa kerak. Mana hozir Legoda marketing bo'limida ishlagansiz, direktor bo'lgansiz. Aynan avvalam marketing bo'yicha ishlagan bo'lsangiz kerak, to'g'ri? Ha, to'g'ri. Nima narsani sezgansiz? Ya'ni Lego boshqalarga nisbatan nimani to'g'ri qilyapti va startapchilarni o'rganishi mumkin bo'lgan nima narsalar bor bu yoqda? Mana qarang, hozir hayotiy misollardan bittasini aytamiz. Men bu kichkina kuchugimizda ko'rsanglar, bu mana bitta misolim, mana bu ikkita g'ildirakcha. Nima uchun g'ildirakchasi bor? Endi shunaqa itlar bor-da, anaqa oyog'i kesilib ketgan itlar. Invalid. Invalid nimalari? Invalid. Sezmanman ham buni. Oyog'i yo'q, qarang mana. Orqada oyog'i yo'qda, g'ildirakchada yuradi. Bor-ku shunaqa invalid itlar. Endi mana qarang, marketingga savolga javob bu. Bular juda ko'p mana aytdik-ku, Eiffel haqida, mana royalty to'lashlar haqida-da odamlar, masalan, siz ideyangiz bo'lsa. Dunyoda bolalar ko'p juda ham, har xil bolalar bor. Kimdir qo'li yo'q, kimdir betida dog'i bor, kimdir mana shunaqa nimada o'tirishadi, iti bor, который kolyaskada o'tiradigan. Shular xat yozadi Legoga. Iltimos, men o'zimni reprezentatsiya qila olmayapman, mana mini figuralaringda men yo'qman deydi. Men o'zimni ko'rmayapman. O'zimni ko'rmayapman deydi. Men o'zimni dunyoyim yaratish uchun deydi, men yo'qman-ku deydi. Nimaga sizlar deydi, meni nima qilmaysizlar, iltimos meni ham ko'rsatsin, to что men я тоже как бы borman-da endi. Ular buni oladi-da, keyin oladi, keyin aytadi, "Wow" deydi, "Zo'r, интересный anaqa qiziqarli mavzu. To'g'ri, shuni qilamiz" deydi. Keyin nima bo'ladi? Masalan, siz xat yozdingiz, siz taklif qilamiz keyin. Taklif qilganimizdan keyin, chunki produksiya ishlab chiqarildi, уже mana bor. Siz istoriyangiz bilan keldingiz, sizni biz keyin BBCga chaqiramiz, butun dunyoga yozamiz, biz shunaqa bo'lgan odamlarda wow tuyg'u uyg'onadi, to'g'rimi? Uyg'onadi, keyin produksiya chiqqandan keyin bular mashindan foydalangan sifatida ham yaxshi ish qiladi, ham bu haqida butun dunyoga tarqatadi. Bu yerdagilar wow, Lego shunaqa zo'r kompaniya, hamma yoqqa e'tibor beradi, bla bla bla. Endi, конечно, uni ham qiladi, lekin bu haqida bular ham gapira oladi hamda keyin yetkazib ham bera oladi. Bu narsa bilasizlar juda ham viralni, odamlarga juda pozitivni ta'sir qiladi. Men Legoga kelishdan oldin Bestseller degan kompaniyada ishlaganman. Ular Bestseller bu fashion kompaniya, moda kompaniyasi. U yerda men produksiya bilan shug'ullanganman, полностью A dan G gacha. Ya'ni mana bu model topish, mana setlarda rasmlarga tushirish, video content qilish, social media hammasini qilganimda
u yerda biz masalan hozirgi kunimizni o'ylardik, ertangi kelayotgan 3 oylikni o'ylaysiz. Shunga strategiya qilasizda, chunki fast fashion u tezda bo'lishi kerak. Trend tez o'zgaradi. Lego strategiyasi 10 yillik strategiya. 32-yilgacha o strategiya bilan ishlayapti bular. Bularda albatta marketingda long term thinking, short term thinking bor. Masalan, biz har yili fevral oyida 9-haftada bizda week 9 degan narsa bor. U yerda polniy kompaniyaning ichki strategiyasi beriladi. Qanaqa marketingoviy gollari. Shu orqali siz buni yetkazib bera olasiz. Lekin любой joyda eng birinchi o'rinda brend va nima maqsadimiz, nimani biz yechyapmiz, shunga urg'u beriladi har doim. Mononi sotyapmiz, moni olinglarmi, arzonroqmi, 20% skidka bo'ldi degan narsani, kommunikatsiyani biz umuman qilmaymiz. Bo'ladi pull push. Fast fashion is push. Jo'nat, aksiya beta chalg'ib ketasiz. Bu yerda pull, o'ziga tortish. Umuman ikki xil kategorический strategiyalar. Mendaki yana bitta narsani aytib ketmoqchi edim. Anaqa hozir aytdik-ku, 2003-yillarda boshida bankrot bo'lish arafasidan chiqqan paytda o'rgangan narsalardan bittasi startapchilar uchun foydali bo'ladigan narsa. O'sha paytda endi men bu digital o'yinlar chiqqan payt bo'lgan. O'sha paytda Lego ozgina panikaga tushgan. Ya'ni to'xta, biz o'sha inglizchasiga irrelevant deydi-yu, irrelevant bo'lib qolishimiz mumkin. O'sha odamlarda hamma yo'q men bu nima deydi, raqamli dunyoga aylanib ketsa, o'sha bizni hech kim sotib olmaydi deb turib, men bu Teknik degan shunaqa setlari bo'lgan, shunaqa robotlar. Hozir hamda. Hozir ham bor. Ya'ni o'shanaqangi narsalarga juda katta fokus qilib, o'zini haqiqiy core product. O'shani esidan chiqarib yuborgan ligi. O'sha narsa juda ham qiziq va aytib o'tdingiz-ku, bir vaqtning o'zida produktlarni juda ham ko'p qilib yuborgani. Keyin o'sha CEOsini ozgina men ancha o'rganib ko'rganimda bitta mashhur gapi yodimda qolib ketdi. Bizneslar och qolib ketishidan o'lmaydi, qorni shishib ketganidan o'ladi. Ya'ni bir vaqtning o'zida juda ko'p narsaga fokus qilib yuboriladi-da. Asosiy nima uchun bu biznesni boshlaganman degan narsa esidan chiqib, ya'ni fokusni yo'qotish deydimi? Menimcha startapchilar uchun juda katta o'rganiladigan darslar bor. Men yana bu yoqda qo'shimcha qilib ketaman, xulosa qilishdan oldin. Hozir qimmatlik to'g'risida gapirdik-ku. Menimcha har doim endi bu meni endi o'zimning ichimdagi filosofiya ham shunaqa o'zi. Hech qachon odam nima deydi, narx bo'yicha konkurensiya qilishga harakat qilish kerak emas-da. Chunki agar produkt rostdan ham qanaqadir value ustida, qanaqadir nima deydi, qadriyat ustida qurilgan bo'lsa, qanaqadir muammoni o'rganib, o'sha muammoga yechim bo'lib rostdan ham bo'lsa, unda uni atrofida yangi nimalar paydo bo'laveradi, ya'ni yangi servislar, yangi nimalar paydo bo'laveradiki, u narsani qimmatligi hech qachon ta'sir qilmaydi. Misol qilib keltirsam, masalan, Daniyada men jiyanim o'shanaqa narsalardan foydalanardi. Legoni bibliotekalari bor. Ya'ni magazin, kelasiz magazinga, Legoni nimaga olasiz? Arendaga olasiz. Xuddi bibliotekadan kitob olgandek, Legoni olasiz. Uni olib borasiz, uyingizda yig'asiz uni. Yig'asizda, keyin yana xuddi shunaqa qilib joy-joyiga qo'yib, yana qaytarib olib borib berasiz. O'shani evaziga qanaqadir subscription to'laysiz-da, masalan. Unaqa qimmat emas, например. Bu degani yechim bor, ya'ni u qimmatligiga qarshi yechim bor. Da, to'g'ri. Misol qilib aytadigan bo'lsak, yoki misol uchun boshqa bitta nimada Microsoftda ishlayotganda ham shunaqa bitta nimani chaqirganmiz, bitta team buildingga bitta odam kelgan. O'sha odam mamlaqa siz hozir bitta korobka olib keldingiz-ku, u где-то 18 ta korobka olib kelganda, ichida polniy o'sha nima bo'lgan, haligi nima desa bo'ladi, haligi robotlar uchun qilingan mamlaqa briklar, то есть kirpichlari и plus motorlar. И o'sha motorni
kompyuterda o'zi qanaqadir programma yozgan ekanda. O'sha motorlarga tam to'g'riga yurasan, chapga yurasan qilib programmировать qilish mumkin bo'lgan narsa. Oson juda ham. Komandalarga bo'linib, robotlar yasab, o'sha robo sumo qilganmiz. Raqobatlashganmiz. O'sha kimni roboti kimnikini ag'darib tushiradi. Mana bunaqa bitta krugga nima qilib qo'yadi. U ham bitta produktni atrofida qurilgan bitta servisda u ham. To'g'rida. Masalan, u nima deydi haligi, u investitsiya qilib hammasini sotib olgan bo'lishi mumkin. Uni atrofiga qanaqadir bitta software yaratgan bo'lishi mumkin. Lekin oxir oqibat bu Legoni nimasi-ku? Legoni produkti-ku. To'g'ri. Keyin yana bitta misol, 3-misol, anaqa u paytda eski Dong Energy bo'lardi, hozir Ørsted. O'sha yerda ishlaydigan bitta odam nima o'ylab topgan? O'yin o'ylab topgan. Nima energiya kompaniyalarini ishlashini simulyatsiya qiladigan nastolniy o'yin. Ya'ni misol uchun masalan ertaga 15 gigavat ishlab chiqarish kerak mana davlat uchun. Hozir masalan CO2 ni narxi oshdi yoki masalan uglni narxi tushib ketdi. Shunga o'xshab qilib san qaysi nima bilan qaysi narx bilan chiqasan degan o'yinda endi nastolniy o'yin, simulyatsiya. Просто tushunish uchun qanaqa ishlashi, bozor qanaqa ishlashi. O'shani ichida mana bu nima bit qilasiz-ku, o'sha o'yinda bit qilganingizda Lego briklar bilan bit qilasiz-da. Ya'ni u shunaqa просто Legoni briklarini olganda, o'shani adopt qilgan o'zini o'yini uchun. Tushundim. Demoqchi bo'lganim, menimcha sizni ham savolingizga, marketing nimasiga, haligi qanaqa qilib bular oshib ketdi deganingizga, birinchi eng katta menimcha endi bu o'sha xulosa qilib aytamiz. Eng kattasi bu murakkablikni oddiylashtirgan. Ya'ni kerak emas narsani hammasini olib tashlagan. 40% gacha narsani olib tashlaganda. Ikkinchidan, eng katta, u ham eng kattasi bu communityni engage qilgan. O'zini nimalarini, nima deydi, fanatlarini engage qilgan. Ularga ochiqchasiga nima deydi haligi, ularni quloq soladi degani-da. Ya'ni siz hozir misol keltirdingiz-ku. Odamlar yozishi mumkin, yozgani qolib ketmaydi-da. Bu quloq soladi. Quloq solgani bilan еще uni kattalashtirib, rostdan ham bu nima deydi, san bitta o'zing emassan, sandakalar ko'p, sandakalarga mana senga produkt, men seni hurmat qilaman, qandoq bo'lmasingga qaraganda degan narsani olib chiqish ham bu juda katta smelost kerak-da bu narsaga. To'g'ri. Keyin iterativniy proses, kreativnost va iterativniy proses. Ya'ni bu degani bu Lego qilgan ishlardan bittasi build, test, rebuild, build, test, rebuild. Ya'ni endi u product sizlar uni qilasizlar-ku, nima ishlarda. Da, ko'pchilikda bor bu narsa. Ya'ni o'zini konsepsiyasi ideate, test, nima deydi haligi build, reiterate. O'shanaqa o'zi. Lekin bularda shunaqaki, что bular builddan nimaga boshlanayotganligini sababi bo'ldi, уже chiqdi bu. Bo'ldi, to'xtadi emas degani. Ya'ni builddan boshlanishini sababi shundaki, что bu chiqqani, bu mana shunda tugaydi degani emas. Build qilamiz, test qilamiz, yana rebuild qilaveramiz deganda. To'g'ri. Вот. И menimcha o'sha kreativnost nima qilish degani, ya'ni o'sha rivojlantirish degani, bular o'sha dunyoni yaratganini, buni storytelling, hikoya orqali olib chiqishgan. Ya'ni bu masalan siz aytasiz-ku hozir, bu o'zini dunyosini qurmoqchi-ku deysiz. Bu o'zini dunyosini qurish, bu konsepsiya-da, bu juda ham bundoq ushlab ko'rish qiyin bo'lgan narsa. Buni faqat hikoya etish orqali, faqat qanaqadir storytelling, endi bilmadim o'zbekchasi qanaqa, u storytelling endi o'sha hikoyani yaratish, qanaqadir istoriyani yaratish, hikoyani aytib bera olish. O'sha orqali olib chiqiladi-da. Bu ham bir mahorat. To'g'ri. Ya'ni просто tak bo'ldi, sen o'zing dunyongni qurib ol. Nima bu tushunish buni his qilmaguncha haliga yana anaqaga qaytib kelamiz. Bular balki o'sha 1999-yil bilan 2003-yillar orasida ekonomik, ya'ni makroekonomik o'zgarish bo'lgan dunyoda
odamlar производственный ekonomikadan hissiyotlar ekonomikasiga o'tishni boshlashgan. Bular o'sha paytda shuni tushunishgan. O'sha Yoryenni bitta zaslugalaridan bittasi experience economics, ya'ni hissiyotlar ekonomikasini uchun biza nima qilamiz, haligi ishlaymiz odamlarni o'sha muammosini, hissiyotlarini tegadigan darajada qanaqadir produkt yaratamiz deganligi. Va o'zingiz hozir o'zingiz so'zingiz bilan ayta qoling, ularni bitta mottosi bo'lgan. O'sha mottosi juda ham menga yoqadi. Only the best is good enough. Ya'ni faqat eng yaxshisi biza uchun yaxshi. Da. Bilasizmi, oxirgi masalan bizni endi o'zimizni eshituvchilar bundan xulosa chiqarishadi. Oli Christensen Oliga ish buyurgan. O'lim, ertaga katta zakazimiz bor, mana shu 20 ta nimani pokritya qilishing kerak. Ular duradgor bo'lgan, kichkinagina mana qangi o'rdakchalarni pokritya qilishing kerak degan, shuni pokritya qilib qo'ygin degan, o'zini boshqa ishlari bo'lgan. O'li nima qilgan? Unga bir marta pokritya berganda bo'yamoqtasini rangini-da. Keyin aytganki, dadasiga idadi, ertalab turib, dada, men zo'r ish qildim, men sizga pul ehtiyot qildim, men sizni boyitaman degan desa, bu zo'r-ku, qanday qilib degan dadasi desa, men o'yladimki, baribir olayotgan odam farqiga bormas ekan. Buni bir martadan pokritya qilsak, ustiga bo'yoq bersak yetadi ekan, chunki bu sotib olgan odam bilib o'tiribdimi, baribir natijasi shu chiqdi-yu degan. Deganda dadasi o'g'liga qarab, yo'q o'g'lim degan, sen adashding degan. Hech ham buni o'zini metodi bor. Bizni oilamizda, bizni produktimizda faqat eng zo'ri yetarli. Bor, boshqatdan qil degan. O'g'li keyin 2 kun kechasi uxlamasdan hammasini unpack qilib, yana bir martadan uni ustiga bo'yoq berib, keyin dadasi xo'p degan. Shu bo'ladi prinsip qolib, hozirgi kungacha, mana hozir 2025-26 ni o'tiribmiz oldida. Shu prinsipda ulashlashadi va yashashadi. Only the best is good enough. Is good enough. Secret sauce sifatida formula, demak, reinvention, ya'ni qaytadan bir narsani yaratish, teng, osonlashtirishni fokusga ko'paytirilgani, plus communityni, ya'ni community bilan ishlashni jamiyat emotsiyaga ko'paytirilgani. Ya'ni mana shu 4 ta faktor: yengillik, fokus, community, emotion. Mana shuni volume weighted deydimi, nima deydi? Simplify times focus plus community times emotion. Mana shu reinventionni katta anaqasiga ega bo'ladi. To'g'ri. Yaxshi? Bormi? Mana qaranglar, mana уже все, mana oxiriga kelib, mana katta edi, uyimiz complicated bo'ldi. Bu anaqami? Strategiyamizda. Bu uyda ishlayotgan odamni oldida haligi dunyo paydo bo'ldi. Mana уже dunyo paydo bo'ldi. Orzusida уже bu uchib ketmoqchi, anaqa bo'lib, Supermanga o'xshab Bahamsga bormoqchi. Shu endi shu bo'ldi-da endi. Bizda faqat uycha mamnun. Все. Bo'ldi, bo'pti, demasam. Menimcha, mana shu yaxshi notada bitiramiz. Katta rahmat ko'rganingiz uchun. Agar bu mashqgacha ko'rgan bo'lsanglar, unda iltimos kommentariyalarda qoldiringlar, informatsiya, ya'ni savolinglarni qoldiringlar yoki keyingi epizodlarda qaysi temalarni, qaysi mavzularni ko'rmoqchiliginglarni qoldiringlar. Obuna bo'linglar, like bosinglar va hokazo. Bo'lishinglar, boshqalarga yuboringlar. Savollar bo'lsa, bemalol, bizga ham qiziq. Rahmat. Rahmat.